Bir ayol tanishim borlar va nimanidir juda ham olishni, xarid qilishni istab xo'jayinlariga murojaat qilsalar, xo'jayinlari olib bermayman desa, xursand bo'lib, voy mayli rahmat, imkoningiz bo'lganda olib berarsiz. Shu ertakka siz ishonasizmi shunaqa bo'lishiga? O'zimiz xo'jayinimiz nimanidir istab so'raganimizda xo'jayinimizdan olib bermasalar xursand bo'lamizmi? Yo'q, xafa bo'lamiz, kerak bo'lsa arazlaymiz, to'g'rimi? Endi menga kelgan murojaatni qarang. Farzandim nimanidir olib berishimni xohlaydi, lekin olib bermasam xafa bo'ladi, arazlab oladi yoki qattiq isterika qiladi. Xo'p, onajonlar, bu normal holat. Uning bolalar dunyosida o'sha istayotgan narsasi ehtimol katta orzusidir, uning uchun katta narsadir. Xafa bo'lishi normal holat. Siz buni to'g'ri qabul qiling, unga ham to'g'ri tushuntiring. Tushunyapman, bolam xafa bo'lyapsan, lekin haqiqatda hozir olib berish imkonim yo'q. Imkonim bo'lishi bilan olib beraman. Xafaligingni tushunyapman. Birgalikda hozir bu mashg'ulotni qilamiz deb chalg'iting va va'da berganingizni albatta keyin olib bering. Bolangiz bu bilan har doim ham uning xohish istaklari bu dunyoda bajarilavermasligini va orzular keyinroq ham bajarilishi mumkinligini, ro'yobga chiqishi mumkinligini o'rganadi. Farzandga o'rgatishimiz kerak, amr berishimiz kerak emas, balkim yo'l yo'rig'ini ko'rsatib, qo'lidan ushlab o'rgatishimiz kerak va uning xafaligini normal qabul qiling va tushuntiring. Bolalar albatta tushunishadi.